Barchaga salom qaysizlar, sizlar bilan Reverchi. Bugun men o'zim uchun eng qiyin bo'lgan urushadigan moblar orasida endermenlarni tanladim. O'lib ketmasam bo'ldi bola. Shedri kuchini qaraydi, ko'zini. Dasnu otaman o'lasan. Bularga o'q ta'sir qilmaydi. O'q ta'sir qilmaydi bularga. Vaha! Kafilanga oltin olma. Bolla, obuna va like qo'yib qo'yinglar. Biz o'zi 40 taga ozgincha qoldi. Ya'ni ozgincha deganda 7 tagana qoldi. Bilasizlar, uchun problema bo'lmasligini men bilaman. Men obunachilarim eng zo'r obunachilar. Yaxke, bitta-ke. Yoyayman baringni. Yaxke, kim yaxke? Ki. Bolalar 3 blokda sig'olmaydi. Barning ko'ziga qarab turmay shaydan ursanglar bo'ladi. Nima haqiqiy qo'lbola boss barini. Obbo. Yaxshi. Bar kuchi selputib ketganmi? Video qiziq qolmoqda sallarida. Yaxshi. O'ldiraman baringni. Ikki chiqib bo'lsa ham o'ldiraman menga baribir. Endermenlar kuchli deb o'ylaganim. Bu degani bari. Ukam sehrlab bergan aslahalarga ishonsa bo'lar ekan. Ko'p sehrlagan ekan. O'sha. Men zo'rlarimi deymanda. 100 ta. Sirlari. Ke bitta. Bola, mencha bularni men yetib bora olmayman. Barchaga tomoshabin uchun rahmat, sizlar bilan Reverchi bo'ldi. Barchaga ichkarida qolib ketadi bular. Har nima shutganingda. Vardimi? Barchaga xayr.